shu social polisteriya bo'ladi. Tez hojatga kiryapsiz, to'g'rimi? Ha, bale. Ishga qiynalyapsiz, to'g'rimi? Napor pasayib ketganmi? Xolmurod aka? Chiqib. Napor pasayib ketganmi? Napor mashinasi aslan. Chand yo'lladim. Kam. Kam. Ne kadar kalmayı Мой останет. Есть чувство неполного поражения еще у Пузыря. Да. Ночью встаете мочиться или нет? Ночью иногда, вот сейчас уже один раз ходим. И иногда бывает 2 раза, 3 раза. А это поменьше, 2-3 раза. Давно это вас беспокоит? Да, где-то уже 2-3 года. Какие-либо препараты принимаете? К врачам обращались до этого? Нет, по-моему, нет еще. Я просто по своим делам пришел сюда и хотели, чтобы Обследоваться, да? обследоваться. Препараты не принимаете, правильно? Просто я так боюсь, чтобы аденом видно. Вот это боюсь. Крови не мочились? Нет. Раньше какие-либо операции у вас были, нет? Операция? Да. Нет, один раз была свечи операция. Свищ. Ага. Да. То есть лечились у проктолога? Угу. Гепатитом болели, нет? Нет. Гепатит. Я где-то был где-то с 8 классом или 7 классом. Это Боткин. Ой, где-то раньше. Shu nima qilganda bir unab ketgan bukilib. Bukilib ketgan aloqa paytida. Aloqa paytida. O'shanda jinsiy holatingiz kishi ko'karib ketmaganmi? Yo'q. Bunday bo'lmagan. Bir 2-3 kun bir og'ritgan, izoh yegan. Bu qachon bo'ldi? Bir yildan oshdi. Bir yildan oshdi. Uzi natijasi bo'yicha o'sha joyda o'zgarish borda. Bu o'sha joyni qattiqlashi, ya'ni biriktiruvchi to'qima a'sob yurib bezligimiz. Shunaqa holat kuzatilyapti, lekin ma'lum bir sog'liq qo'yyapti. O'sha joyda o'sim bormi yo'qmi? Endi o'shaning uchun so'radi, qayerga ketganmi yo qiyshayishda bormi? Lekin qiyshaysh yo'q. Qayerga ketgan shu nimada? Hozir turganda og'riqda bo'lmaydimi? Yo'q, og'riq bo'lmaydi. Qarang, bitta MRT qildirish kerak bo'ladi bariga. MRT qildiriladi, bu siz uchun ham, men uchun ham kerak narsa. Yomon narsani исключение qo'yishingiz kerak. Keyingi masala gormon analizi topshirishingiz kerak bo'ladi. Siz bir oydan beri gormon olmasa adashmasam. O'sha gormon bormi? Gormon bor, testosteron bor. O'shaning uchun gormon analizi ko'rib olamiz. Keyin oxirgi to'xtamiz. Men hozir yozib beraman, MRT qildirib qo'yasiz. Yoki ertaga keyin gormon analizini topshirasiz, o'sha natijasiga qarab MRT to'pib olib lecheniya yozamiz. Xo'p. 130 grammda nomingiz bor. 130 gram. Hozir dorilarni yozib beraman. Ichib turasiz, xo'p? Xo'p. Sidik analiz topshirdingizmi? Ha. Sidik analiz ham tayyor bo'lsa, to'liq sizga dokument chiqarib beraman. Xo'p, Ha. 105. Tushasan, oq kelgan toshingni topshirasan, tosh tarkibini tekshirib ber. Tarkibi natijasiga qarab turib, masalan, nimalarni yesang bo'ladi, nimalarni yesang bo'lmaydi. Jamoat nima shikoyat? Birinchi berimizda pionifrit turdi. Endi tuqqaniga 20 kun bo'ldi. 3 kun podyad pриступ berdi, lekin 5-10 minutda qo'yilmadi. 3-kun уже прям qattiq og'riqda, qusgandan keyin qo'yiladi. O'sha skoriy chaqirdim, o'ziga tushdik, расширение lahankida. Shu prям anaqa aytgan yo'q, shu bir haftadan beri shunaqa bo'ladi. Faqat aviz bo'lishi mumkin. Temperaturasi qancha? Yo'q, temperatura yo'q, lekin давление ham yo'q. И тисит sidik rangi prям to'q rang. Tez hojat просто. Yo'q, dolga prям. Kuniga 2 martagina bo'lyapti. Tisит degan o'sha sidik usholmayman-da, lekin orasi prям. Sishga qisqa bo'lyapti. Sidik chiqib ketyapti. Mana holat o'zi bo'yicha bu yerda shishda ko'rayotgani yo'q. Sidik oqida ham muammo ko'rayotgani yo'q. Lekin sidik analizida leykosit 6250 normada 4000 gacha. Shamollash yo'q. 13750 eritrosit deb beryapsiz bilmayman. Sidik yo'liga tuz yo tosh ko'chgan. Endi o'zida ko'rinmayapti.
ko'p holatda siydik tosh yonidan o'tsa, tuz yonidan o'tsa shish bo'lmaydi. Nima operatsiya qilganda agar pristup berib, og'ir berib keyin qo'yib oladi. Shundaylar. Bularning holatlarida nima qilish kerak? Shu aniq diagnostika qo'yib olish uchun shuni o'z tutansiz. MSKP tekshiruv qilinadi. MSKP tekshiruv qilingandan so'ng o'sha aniq bizda konsept. Endi siylikda qon bo'lgan bo'lish o'z tutansiz. Qinnab bizlarga ham kelishi mumkin, o'sha hisobiga ham qon bo'lishi mumkin. O'sha aniq diagnostika qo'yib olish uchun kompyuter tomografiya tekshiruv qilish kerak. То есть kompyuter tomografiya qilamiz, ko'ramiz, agar hammasi toza bo'ladigan bo'lsa, biorazikoniyolik deymiz. Yoki dinamikada ko'ramiz. MRT belgilaydi hammasi. То есть siylikda qon bo'lganligi uchun men tosh degan taxminni ayryapman. Но учитывая то, что bular 20 qonni tuqqanda o'zlari qindan ham tushishi mumkin. Balki. Tushundingizmi? Bemorimizda may oyida siydik tosh kasalligi bilan ikkala buyrakdan tosh olingan perkutan, ya'ni endoskopik yo'ldan o'zini yashash joyida toshni tarkibi tekshirilgan. Bemorimizda, значит, chiqyapti уратный тип камнеобразования, ya'ni мочекислые камни. Bu yaxshi tomoni bilasan nimada? Eriydigan tosh. Yomon tomoni bilasan nimada? Tez paydo bo'ladigan tosh. Shunaqa. Go'shtdan paydo bo'ladigan tosh. Go'shtdan, asosan go'sht qo'rlida paydo bo'ladigan tosh. Agar go'sht ko'proq yeydigan bo'lsang, ko'proq sitrusli yeyishing kerak bo'ladi. Sitrusli, limon, mandarin, apelsin, ananas, kivi, ya'ni mochevая kislota sitruslida eriydi. Tushundingmi? Go'sht nimasini yeb shu narsa. Yoki bizani mineral suvlar. Mochevая kislota nimaga keladi? Natriy bikarbonat, ya'ni bu tarkibida sodasi bor. Ichimlik suvlari ko'p miqdorda. Mochevая kislota, sitrat kaliy deymiz. То есть vitamin C, sitrat kaliy, tushundingmi? Qo'l narsalar. Endi qo'yib mumkin emas. Boshqa narsalar. Siydik tosh kasalligi bor bemorlarda bir marta tosh paydo bo'ldi, uni olib tashlandi, keyinchalik tosh paydo bo'lmaydigan emas. Hayotiy mobaynida senda tosh paydo bo'lish ehtimoli bor. Lekin uni paydo bo'lmasligi uchun o'zining asosiy oddiy tavsiyalari bor. Asosiy oddiy tavsiyalar nima bu? Bu ko'proq suyuqlik iste'mol qilish. Qancha ko'p suyuqlik ichsang, shuncha tuzli toshga aylanishi pasayib boradi. Qancha miqdorda suyuqlik iste'mol qilish? Sen sutka mobaynida siydik miqdorda o'lchaysan. Ya'ni bir sutkada 2,5 litr siysang, bir sutka mobaynida 2,5 litr siysang, shunda tuzli toshga aylanishi kamayib boradi. Toshga aylanmaydi degani emas. 2,5 litr siyishing uchun o'zing hisoblab olasan qancha miqdorda suv ichish. Sababi yozda biz qancha ko'p suyuqlik ichsak, ter bilan yo'qotishimiz mumkin. To'g'rimi? Qishda ichgan suyuqligimizni buyrak orqali chiqib ketadi. Spirtli ta'siri bormi? Spirtni ichish kerak emas. Bu zararli holatga kiradi. Spirtni ichimlikdan ichish o'zi imkon qadar ichmaslikka harakat qilish kerak. Sababi yurak qon tomir sistemasiga, jigarga ta'siri bo'ladi. Sigaret o'pkangga ta'sir qilishi bor, yurak qon tomiriga ham ta'sir qiladi. Sigaret chekuvchilarda bu statistika dokazangan narsa, siydik qop o'smasini paydo bo'lish ehtimoli yuqori oshib boradi. Siydik qop o'smasi. Siydik qop o'smasi bor bemorlar surishtirganda 70-80% sigaret chekuvchi bo'ladi. Pivo orasida Pivo tosh qaynaydi dedi-yu, pivo tosh qaynamaydi. Pivo diuretik, то есть ko'p siydirtiradi. O'sha ko'p siydirtirish uchun ko'proq suyuqlik iste'mol qilgan, ichmagan. Nima mumkin emasligi, mochekisli, ya'ni achchiq siydik tosh paydo bo'lishida nima qabul qilsang bo'ladi yoki kamroq qabul qilishing haqidagi barcha tavsiyalar. Hozir tosh ichish uchun men yozib berdim, tamsulaziya bittadan bir mahal oq tomonda och. Bittadan bir mahal 10 kun. Сегодня исчезла полный тодор хоп. И подозрения на рак предстательной железы такого нет. Поняли, да? Это очень хороший результат. Следующий момент, значит, сама предстательная железа у вас небольшая, то есть, да, есть одно, оно маленькое, оно вам не мешает. Я вам сейчас все препараты распишу, которые вы должны принимать, и каждые 3 месяца у себя в Таджикистане будете проходить осмотр, хорошо? С нашей стороны я такого страшного ничего не вижу.
Sağ olun. Ha, zo'raman. Это у меня стоит, это вам. Я уже сюда сделала. Bağırın. Marhamat Tojikiston bor. Marhamat Benur Bilal. Kichkina tosh. Shampo'siz tushmaganmi endi? Yo'q, endi tushib ketadi xudo xohlasa. Men bu dori darmondan yozib beraman, o'n kundan keyin ko'ramiz. Xo'p. 5 millimetrli narsa turibdi ham bo'ldi. Mana kichkina mana turibdi-da. Aha. Ko'rsana. Yuborgan dorimiz ham mana shu yerga to'xtayapti. Mana bu yerda ko'rsang bo'ladi, ko'rding mana bu. Soya tushib turibdi, qoraroq. Mana bu ko'rsam, nima kelyapti-da. Tochka. Shu yerda tosh. Hozir dorilar yozib berib tushib ketadi. Tochkada anaqa yo'qmi? Boshqa tosh yo'qmi? O'sha bilsa bo'lmaydimi? Pozitivni yo'q. Bitta o'ziga plastik bo'ladi. Lechini olib aniqlikni o'qiydi. Endi bitta narsada tosh xohlaysanmi, xohlamaysanmi, lechini olgandan keyinchalik paydo bo'lishi mumkin. Bir marta paydo bo'lgan odamda keyinchalik ham paydo bo'ladi. To'yzalik bo'lmaydi deyolmayman, paydo bo'ladi, ehtimoli yuqori. Uning uchun men nimalar qilishni tushuntirib beraman, o'shani qilsam bo'ladi.